nimaga shunaqa ishini ha paytda mana mashina boshida shpagilovka ketilgan. Endi bu nima shpagilovka bo'lgan, mana tepasi bo'lgan, pasti bo'lmagan, yoni bo'lgan. Bo'lmagan. Bu yerda ponni bo'lgan, и mana pasti bo'lmagan. Bu tomon tepasi bo'lgan, pastchala. Pasti bo'lgan, tepasi bo'lmagan. Bu yoni bo'lgan, tagi bo'lmagan. Balki ponni chala. Bu yerda ishlashyapti. Aytam chala. O'zi devor ponni ketadi. Soyga qo'ysang shuda battan qilib ishlaydi. Chala, chulta. Voy, qilishyapti. Kim shogird shunaqa yana?